Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bu masalani bilmagan ko'p ekan. Na men bilaman, va na sen, na otang biladi, va na bobong, na kitoblarda yozilgan, na ko'chalarda aytilgan. Ko'p yashaganlar emas, ko'p o'qib, ko'p yurganlar bilar. Qiziqayotgan bo'lsangiz agar, tinglab tomosha qilishga arzir. Adolatsiz vali. Bir shaharda avvallari shod-xurram kishilar yashar ekan. Ammo boshlarida adolatsiz bir vali bor ekan. Valiga yoqmagan, u hibsga olmagan odam qolmabdi. Oqibat xalq baxtsiz bo'libdi. Pichoq suyakka borib taqalibdi. Qarasalarki, ozod yurganlardan mahbuslarning soni ko'p. Unday qilishibdi, bunday qilishibdi, pul to'plashib valining odamlarga berishibdi. Mahbus zindondan chiqibdi-yu, vali pulga o'rganibdi. Yo'q yerdan sabablar topib, odamlarni tashlarmish zindonga. Pulni berda, qutul. Yaxshi, lekin puli yo'q nima qilsin? O'tirib, dardida yonsinmi? Eshitdingizmi? Yana vali o'g'limizni zindonga tashladi. Iye, nima ekan gunohi? Bozorda bug'doy sotardi. Bir kabutar bug'doydan yebdi. Xo'sh, o'g'limiz o'sha kabutarga kish debdi. Xo'sh, nima bo'pti? Kabutarga ham endi kish demaylikmi? Bizning vali kabutarlarga kish deyishni man qilibdi. Kabutarlar davlat moli ekan, kim qayerda ko'rsa xabar berishi kerak ekan. Undan davlatga nima foyda bor ekan? O'zidan o'zi ko'payib yuradigan jonivor bo'lsa, meni ham o'tgan safar gunohsiz bo'lishimga qaramasa zindonga tashlashmadimi? Sizni nima uchun tashlashdi? Menga ham valining odamlari kabutar boqish man etilgan degan edi. Men ham man qilingan bo'lsa menga nima? Kim kabutar boqayotgan ekan dedim. Ha, to'g'ri aytibsiz. Deyishga dedim, lekin Mirshab uyimni ko'rsatib, bu uy senikimi deb so'radi. Sizchi? Albatta meniki dedim. So'ng boshini tepaga ko'tarib, bu tomdagilar nima deb so'radi. Men kabutarlar dedim. Kabutarlar siznikimidi? Yo'q, Mirshabga ham yo'q dedim. Bo'lmasam boshqalarning kabutarlari seni tomingga nima qilib yuribdi? Demak, o'g'illik qilgansan dedi. Rostdan ham kabutarlar boshqalarnikimidi? Qayerdan bilay do'stim? Sen ham Mirshablar kabi savol so'raysan. Men ham bu kabutarlar egasiz dedim. U esa kabutarlar egasiz bo'lmaydi. Ular valimizning kabutaridir dedi. Yo 5 oltin berasan yoki zindonga tashlayman seni dedi. Ne ko'rgulik. Xo'sh, siz nima dedingiz? Men 5 oltindan ko'ra zindonda yotish yaxshiroq dedim. To'g'ri aytibsiz. Qanchadan keyin ozod qilishdi? Qarasam, na mahkama bor, va na qozi, na zindondan chiqaruvchi bor, na bir so'rovchi. U holda zindondan qanday chiqdingiz? Qanday bo'lardi? 5 oltinni ko'p devdim, 10 oltinni berib qutuldim. Zindonda yotganim esa menga foydaga qoldi. Nima qilsak ekan, yoki sultonimizni ahvoldan xabardor qilsakmikan? Axir bu zolim valini sultonning o'zi qo'ygan emasmi? Bizning gapimiz bilan u o'z so'zidan qaytarmidi? Axir bu validan qutulishning biror iloji bordir. Menimcha birdan bir yo'li bu zolimning o'limini kutish. Biz avval o'lmasak albatta. Buning ahamiyati yo'q. Shubhasiz keyingilar rohatda bo'lishadi. Gap shu tarzda uzayib ketaveradi. Hech bir dard aytish bilan tugarmidi? Yurgandek tovuqning patini, qirishdi fuqaro zotini. Ketding gunoh, ketmading gunoh. Kiyding gunoh, kiymading gunoh. Qarading gunoh, qaramading gunoh. Taqding gunoh, taqmading gunoh. Yo'lda ketayotgan kishining soyasi Mirshabga tushgani jinoyat bo'lishi mumkinmi? Ma'lum bir muddat odamlar quyosh bulut ortiga yashiringanida soya salqinda yurishdi. Mirshablar ko'rishdiki, xalqning soyasi yo'q. Darhol vali farmon chiqardi. Soyasini uyda qoldirib chiqishlik man qilinadi. Soyangsiz chiqib ko'rchi. Bu ham jinoyat. Bu nima degan gap? Kecha kuni meni ushlab soyang qani deyishdi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Men ham mana bu yerda quyosh chiqsa ko'rdim dedim. To'g'ri aytibsan, Allohga qasam to'g'ri aytibsan. To'g'ri aytdim, lekin kim ham eshitardi? Bergan jazosidan bir amallab qutuldim. Sen Mirshabga aytmadingmi, o'zingni soyang qayerda deb? Men aytmadim, ammo aytganlar bo'ldi. Javob tayyor. Tayyor? Nima ekan o'sha javob? Hamma o'z soyasiga javob berarmish. Yana so'ragani uchun alohida jazo. Tavba. Bunaqada yaqinda yeyish uchun non ham topolmay qolamiz-ku. Birodarlar, hay birodarlar, o'zingni qo'lga ol, o'zingni bosib olsang-chi, bas qilib gaplashing, nima gap, nima bo'ldi? Nima bo'ldi deb so'rashga hojat bormi? Validan bir shikoyatda. Yo'q, vali emas, valining askarlari.
Do'stim, buni ham valiy deydilar. Valiyning o'zi kelavermaydi-ku. O'ziga o'xshagan vijdonsiz askarlarni topib, xalqning qonini ichadi. Shoshmasang, avval tushuntirsin muammosi nima ekan. Bo'pti aytsin. Qani gapir. Valiyning askarlari ukamni olib ketishdi. Ana, aytmadimmi? Xuddi o'sha gap. Shoshmasang-chi, gapni tugatib olsin. Qani davom et. Nima bo'ldi keyin? Yalinib yolvolishimga qaramay, baribir olib ketishdi. Yalinishing o'tmaydi. Ularning iymoni pul. Axir menda pul nima qilsin? Axir qornimizni zo'rg'a to'yg'azyapmiz-ku. Xo'sh, gunohi nima ekan? Nimaga olib ketishdi? Nega bosh kiyim kiyadi? Bosh kiyim kiyish jinoyat deyishdi. Iya, hali bosh kiyim kiyish ham jinoyat ekanmi? Umuman tushunib bo'lmaydi. O'tgan kuni nega bosh kiyim kiymayapsan? Bosh kiyimsiz yurish gunoh deb jazo berishgan edi. Ana, ko'rdingmi? Bosh kiyim